Muqaddas Ramazon oyi uchun tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz o'z egalariga yetkazib berish harakatini boshladik. Musofir farzandlaringizdan otajon, onajon deb Qashqadaryodan bir klientimiz buyurtma berdi. Qur'on kitoblari ham arabcha, ham o'zbekchaga tarjima qilingan. Ramazon oyida ro'zasini ochish uchun obi zamzam suvlari, mushk ambarlari, asosiysi pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari uy manzilingizgacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. 29-kunga Isroilning Tehronga uyushtirgan hujumlari oqibatida bir necha Eronning juda nufuzli hamda martabali insonlari halok bo'ldi do'stlar. Bu vakillar orasida Eronda juda katta nom qozongan shaxslardan biri Ali Shamxani hamda 37 yil davomida Eronni boshqarib kelgan Oyatulloh Ali Humayniylar borligi ham insonni biroz ajablantiradi. Avvaliga Oyatulloh Ali Humayniyning yo'q qilingani haqida Isroil telekanallari xabar berdi. Bundan so'ng Eron rasmiylari esa bunga javoban Oyatulloh Ali Humayniy hali tirik ekanligini hamda o'z ko'rsatmalari bilan urushni davom ettirayotganligi haqida ma'lumotlar tarqaldi. Shundan so'ng Reuters ommaviy axborot agentligi ham Isroil hujumlari oqibatida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Humayniy vafot etganligi haqida post joyladi do'stlar. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu katta sahnaga chiqib, Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Humayniy jismoniy yo'q qilinganligi haqida, unda faktlar borligi haqida aytib o'tdi. Bu xabardan so'ng Qo'shma Shtatlarning tinchliksevar prezidenti Donald Trump ham o'z do'sti Benyamin Netanyahuning fikriga qo'shilgan holda, u ham Oyatulloh Ali Humayniyning jismoniy yo'q qilinganligi haqida o'z xabarini berib o'tgan do'stlar. Bu xabardan so'ng ko'plab ommaviy axborot agentliklari tom ma'noda internet olamini portlatib yubordi do'stlar. Kimlardir Isroil zarbalari oqibatida Humayniy vafot etganligi haqida o'z fikrlarini bildirdi. Yana kimlar esa Ali Humayniyning Isroil razvedkasi tomonidan yo'q qilinganligi haqida xabarlarni tarqatishdi. Birozdan so'ng shu oydinlashdiki do'stlar, Oyatulloh Ali Humayniy Isroilning Tehronga bergan zarbalari oqibatida vafot etganligi o'z tasdig'ini topdi. Eron rasmiylari avvaliga bu xabarlarni fake deb atab tan olishgani yo'q. Keyinchalik esa Benyamin Netanyahuning chiqishidan so'ng birozdan so'ng Eron tomoni ham Oyatulloh Ali Humayniy vafot etganligi haqida xabarlarni tasdiqladi do'stlar. Eron tomoni bu vaziyatni tan olishi aynan 1-mart kuniga to'g'ri keldi hamda mamlakatda 40 kunlik motam e'lon qilindi. Oyatulloh Ali Humayniyning o'limi butun eronliklarni birlashtirdi desa ham bo'ladi do'stlar. Oliy rahnamoning o'limidan so'ng Eron xalqi ko'chaga mitinglar o'tkazish uchun yig'ildi. Mitingga yig'ilgan bir necha 100 ming insonlar barchasi qasos deb baqirib Eron hukumatini qo'llab-quvvatladi do'stlar. Bu xabardan so'ng Qo'shma Shtatlarning tinchliksevar prezidenti Donald Trump ham o'z do'sti Benyamin Netanyahuning fikriga qo'shilgan holda, u ham Oyatulloh Ali Humayniyning jismoniy yo'q qilinganligi haqida o'z xabarini berib o'tgan do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling do'stlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlang. Efirdagi kamchiliklar uchun albatta uzr so'raymiz. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.